Assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan barchaga. Bugun 2026-yil 12-iyul sanasida pishganiga allaqachon bo'lgan yangi uzum navimizni ko'rsatmoqchiman. Bu uzum navimizning nomi Shakira. Xudo xolasa bu Shakira uzumimiz pishganiga ancha bo'ldi, vaqt yo'q edi. Donlari biroz kichkina bo'lib qolgan, chunki juda bir barmoqni qalinligidan ham mayin tanaga 3 ta bosh qo'yganman. Mana bittasi, mana bu ikkinchisi, mana bu uchinchisi. Biz zaif tanaga ko'p yuk qo'yib qo'yganmiz, shunga dona biroz kichik bo'ldi. Aslida bundan sal kattaroq bo'lishi kerak edi. Xudo xolasa bu navimiz haqida nima deyishim mumkin? Nav shunchaki qiziqishga arziydigan nav. Bomba. Nimagaki bundagi hamma gap ta'mida. Ta'mi juda ajoyib. Mana shu holatda. Men videoda ko'rganimda buni kishmishday ko'rsatganda, yo'q, bu asli kishmish emas, urug'lik nav ekan. Mag'zi oq. Ichida 2 dona urug'i bor. Urug'lari juda kichkina. Shu uchunmi yo bilmadim. Mana ichi oq. Mana bu urug'i. Juda kichkina urug'i bo'ladi. 2 dona urug'i bor ekan. Xudo xolasa ta'mi Krasnoy roza va anyutaga o'xshab ketadi. Misol uchun avval Krasnoy roza pishadi, keyin anyuta pishadi. Bu ularning ikkalasidan ham oldin pishayotgan. Bizning bog'imizda Krasnoy roza bor, undan ancha oldin pishdi bu. Xudo xolasa mana bu holatdagisi ham bu quyoshda qolgan. Quyoshda qolsa mana shunday pishar ekan. Qancha soya salqimsa mana shu holatda qizarib pishar ekan. Xudo xolasa bu navni bog'ingizda bitta bo'lsa ham qilib qo'ysangiz afsuslanmaysiz. Inshaalloh. Menda ta'mida qiziqishim baland bo'lgan navlar Krasnoy roza va anyuta edi. Bu o'shalarning safiga qo'shildi deb o'ylayman. Chunki Krasnoy roza va anyutadagiday mojito ta'mi bor bunda ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh biz yana sizlarga uchun yangidan yangi uzum navlarni qo'yishni davom etamiz. Sog' bo'linglar.